Kelinglar, bigvoy yeb gaplashamiz. Issiq. Bunlar oppoq bo'lar, bu gal negadir qora undan qilingan. Shunisiga ham shukr. Yeb gaplashishni yaxshi ko'raman-da, yoqmayotgan bo'lsam, ba'zi negativchilar bloklab qo'ying, eshitmang, videoni o'tkazib yuboring yoki. Kimga yoqmasa. Sizlarni eski xotiralaringizni eslatishga harakat qilaman-da. Oldin ozgina issiq ekan. Bigvondan peripravasi bor, tomat sousi bor, uni solaman, lekin sabzichilar bor-ku, kirt turadi, o'shani solmayman-da, men o'zini qilganman tomatli sousi bilan peripravasini solaman. Oldin uyimizda rahmatli otajonim borliklarida devorda soat turardi. Ko'rib qilaverardik. Hozir to'g'risini aytinglar, sizlar uylaringizda ham soat yo'qmi? Menimcha bir 99% odamning uyida devorda yoki chekada, suvenirlar oldida soat yo'q. Chunki hammada telefon bor. Hattoki qo'limizga soat taqamiz-ku, soat so'rasa telefon qarab aytamiz. To'g'rimi? Tan olish kerak. Shunchalik biz insonlar shunday zamon keldiki, telefonga hayotimizni asosiy o'rnini bog'lab qo'ydik. Kommentariyaga yozinglar, shu fikrim to'g'rimi, yo'qmi? Kecha 1-2 oy bo'ldi. Qizim, uyimiz oldida xosdavar bor, hamma narsa bor, o'yinchoqlar, o'yinchoq olmayman deb mana olib qo'yibdi. Adamiz mayli uyga kerak edi, bu o'yinchoq emas. Endi ko'rsangiz yotoqxonaga qo'yganmiz, bu chiq. O'sha soat ishlatmaganimizga ancha bo'lgan-ku. Yuragimga vahm tushadi. Umring o'tyapti, har chiq deganiga shunaqa menga kelyapti, o'g'iz kelyapti. Umring o'tyapti, vaqt o'tyapti, vaqting behuda o'tyapti, umring qisqarib boryapti degan ma'noda. Shunaqa sizlar ham shunaqami? Bir eshitinglar ovozini. Ko'ryapsizlar, agar kim bo'lsa, bir o'zingiz bo'lsangiz, chiq qilaveradi. Umring qisqarib boryapti deyotgandek-da. Sizlar ham shunaqami? Tavba qilishga o'tadi odam, mana shuni eshitsa, bilib-bilmay qilgan gunohlari uchun. Hozir yuraveramiz. Erta narigi dunyoda hamma narsani negativ yozganlarimizni, birovning hayotiga burnimizni, inson bizni hayotimiz bilan ishi bo'lmasa ham burnimizni tiqqanimizga javobini beramiz. Chunki u inson indamaydi, lekin Allohga havola qiladi. Shuning uchun qizlarjonlar, hamma o'z hayotini ko'rsin. Birovning hayotiga burun tiqmaslik kerak.